Agar boshqa erkak sizning ayolingizga yaqinlasha olsa, muammo ana u erkak emas, balki uning o'zi. Boshqa bir erkak o'zini shunchalik erkin his qila olishi sizning ayolingizni ortingizdan qanday munosabatda bo'lishini ko'rsatadi. Ayol uchun hech qachon boshqa erkak bilan raqobat qilmang. Agar u boshqaga shu qadar yaqinlashishga ruxsat berayotgan bo'lsa, bu uning munosabatga hurmatsizlik qilayotganini ochiq ko'rsatadi. Energiyangizni boshqa odamlar bilan kurashishga sarflamang, chunki muammo ularda emas, ana u ayolda. Agar u sizni chin dildan qadrlaganda edi, hech kim bunga urinib ham ko'rmagan bo'lardi. O'zingizni hurmat qiling va sadoqat uchun kurashishga majbur qiladigan holatda chetlaning. Boshqa erkaklar bilan urushish haqiqiy muammodan chalg'ishdir. To'g'ri juft hech qachon sizdan shubhalanadigan ahvolga solmaydi. Sodiq sherik boshqalarga aniq ko'rsatadi, siz ularning asosiy qadriyatisiz. Agar uning niyatlariga shubha qilayotgan bo'lsangiz, bu munosabatlarni qayta ko'rib chiqish vaqti kelganini anglatadi. Siz o'zingizni xavfsiz his qiladigan, noaniqlik emas, balki ishonch bag'ishlaydigan insonga loyiqsiz. Hech qachon bundan kamiga rozi bo'lmang. Kommentariyada bitta yurakcha emojisini qoldirib keting va Luminex kanaliga ham obuna bo'ling.